Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana taklanib turgan stollarimizdan chiqdi. Bular arendaga beriladi. Arendaga beruvchilar zakaz qilishadi, lola fason. Stolimizning razmeri 1.75, taxta faner 2 metrdan laklangan. Suv shimmaydi. Stollarimiz moyishli material. Bularimiz narxi komplekti 6 taligini 1.50 qilib beryapmiz taxta fanerligi uchun. Stollar yig'iladi. Bundan ham bor mana. Bu maktablar uchun parta. Bunisi o'quv markazlariga. O'quv markazlariga 550 ming chiqar narxi. Taklanib turgan stolda razmeri shuncha bo'lib qoladi taklangandan keyin. Yig'ilishi ham, ochilishi ham o'ta udobniy. Bu stolimiz. Prokatga ham bersa bo'ladi, o'quv markazlariga ham. Yig'ilishi stollar mana. Mana shogirdlar o'zi qo'lidan kelib qolgan. Hammasi professional bolalar chiqaradi. Orqasiga faneri ham bor. Tayyor bitgan holati buni. Bularimiz mana maktablarga prista bukiladi bular. Opton xohlasalar bundan ham chiqarib tayyorlab beraveramiz. Hammasi o'zimizdan chiqadi, birinchi qo'l. Bitta bukish jarayonlari bular mana. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalimizda yangilar, podpiska tashlab, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar.